Assalomu alaykum hammaga. Bugun live turnirimizning ikkinchi bosqichi, birinchi bosqich texnik sabablarga ko'ra ovoz yozilmay qolganligi uchun ikkinchisini qo'yishga majburmiz. Bolalar kanalda aktiv bo'lamiz. Like bosib, podpiska ham bosib qo'yamiz. Agar biz YouTube'da ko'rayotganlar bizni Telegram kanalimizda yo'qlar bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib olamiz. Kunlik va haftada katta 100 yillik konkurslarimiz tez amalga oshiriladi. Bizning kanalimiz No Longer Team kanali KH pastachasiqcha No Longer pastachasiqcha Team deb yozsa poiskda chiqadi. Undan tashqari mana shu video ostida уже Telegram kanaliga link qoldiraman. Hozirda bizda 20 ta odam premoga tayyorlanyapti. Sardor, eshityapsanmi? Eshityapman. Druziyadagilarni qo'shyapman. Tak, 20 bitta bola. Xudo xolasa hali bundanda ko'p odamlar ishtirok etishni boshlaydi. Vaqt o'tishi bilan hamma narsa sekin-sekin. Sizlarning yordaminglar bilan kanalni rivojlantiramiz. Sizlarning yordaminglar bilan YouTube'imizni rivojlantiramiz. Faqat sizlardan podpiska, like va podelиться. Hozir bundan oldingilarini o'yinlar o'pish turnir tugagandan keyin to'lab beramizmi, Sardor? Yozib qo'yganman Telegram kanalga. Bo'ldi. 3 ta karta tugallangandan so'ng olinadi YouTube'da. 20 bitta odam. Start nechida? 22 ta. Startdan odam sekin to'layotganligi uchun startdan o'tib ketdi. Start berildi bolalar. Xudo xolasa bu yog'ini chiroyli sharhlab borishga harakat qilaman. To'qnashuvlarni qo'ldan kelsa ko'rsatishga harakat qilaman. Atak xafa bo'lmaysizlar. Chunki hamma joyni bir vaqt o'zida ko'rsatish bitta odam uchun qiyin. Iloji boricha men o'yinni o'zini yoritib borib, oxirda fokusni oxirdagi to'qnashuvlarga, ya'ni top 1, top 2, top 3 dagi komandalarga qaratishga harakat qilaman. Bizda bolalar Sheyx 950501, Boss Misha, 011 Tog'a, Ahror bitta komanda. Boyka 004, 011 Qotil, Bandit. 011 Otash aka, Frenzy bular отдельный bo'libdi. New Lazik bilan Polkovnik 011 Timon, 011 Zaga, Bandit. Uspa Shoh, Milano PUBG, Ismoilov, Sifatulloh. Abdu Musulmon, 011 Astro, Shoh, Bot. Yana kim Uzbazik, O'zbekistonga 27 ta, jami 25 ta odam. Xudo xolasa stream yozyapti. Zapis yozyapti, ovoz bor. Hammasi joyida. Tez ko'rib turishim kerak, esimdan chiqib ketdi. Bundan oldingisida ovozga ahamiyat bermabmiz. Ovozimiz yozilmay qolibdi. Undan tashqari yarmiga kelib turib to'xtab qolibdi. Shunaqa nosozliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Bundan keyingi streamlarda, bundan keyingi videolarda hammasini to'g'rilashga harakat qilamiz. Hozir biz komandalarimiz tarqalishni boshladi. Men komandalar bilan tanishtirib o'tdim hammani. Shoh. Ular bilmayman qayerga tushib ketdi.
Tak, hammani bitta ko'rsatib o'tirishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha bolalar. Lekin orada ko'rinmay qolsa xafa bo'lmaysizlar. Hozir bu yerda bitta komanda loot qilyapti. Bu yerdan уже bo'yka bularga napadena qilishni boshladi. Tak, bo'ykani ko'ramiz. Bo'yka pozitsiyada. Rejim krisada jangni olib boryapti. Bo'ykan orqasidan o'sha komandasi kelishdi. 01 qotil, Rip bandit va 01 otash aka. Bir qotil ham krisa rejimga o'tib oldi. Turnirda endi asosiy o'sha haligi krisa rejim tam shunga o'xshagan usul keng va ommaviy foydalaniladi. Chunki bu ko'pincha bu qayerga ketdi endi? Ha, bu resalkaga borib turadi, to'g'ri. Yaxshi taktika. Resalka. Shayx 01 Timonni qoqib qo'yishdi. Qayerdan urdi? Tak, polkovnik shu yerda. Boss Misha. Bulardan orужие yaxshi emas shekilli. Yaxshi. Boss Misha. Astro, Shohbod, Musulmon. Bular komandalarni tozalab chiqishdi. Tak, Zaga. Zaga sherilarni ko'tardi. Bu kim bu? Azik. Azikka nima bo'ldi? Uxlab qoldimikan ya? Ya sevgan qiz telefon qilib qoldimikan? Balki sevgan qiz telefon qilib qaydasiz, nima qilyapsiz? Turnirda yig'ishtiring turniringizni. Oy, bo'ldi, sekin chiqib ketyaptimi deyman. Tak. Otash akani kuzatamiz. Otash aka kaksekda krisani yoqib olib turib yonboshdan haydayapti. Tak. Otash aka biz 01 komandamizda. Otash aka, Otash Krisa degan laqabi bor. O'zi yomon bola emas, lekin sal krisaroq. Mana Rip bandit tanimayman boshqa komandadan. Tak. Bizda qolgan komandalar to'qnashuv. Hozirlikcha to'qnashuv yo'q. Milanoni kuzatamiz. Tak. Kommentariyada chiroyli fikrlarni qoldiramiz bolalar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Bundan da yaxshi turnirlarda o'tkazishga va yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Agar videoda kamchiliklar yoki gapirishda xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr, chunki bizning so'z boyligimiz ancha kam.
to'ylarda gapirmaymiz uncha munchaga yoki bironta bir ko'rsatuvni olib bormaymiz. Sekin sekin endi YouTube'ga kirib kelyapmiz va mana shu stream yo'nalishida keyinchalik ijod va faoliyatimizni olib bormoqchimiz. Tak, bizda hozirlikcha to'qnashuv arabiyalar bilan tak to'qnashuv bu to'qnashuvni nima qilish kerak? Tepadan tomosha qilish kerak. Mana tepadan chiroyli ko'rinadi. Dunyo go'zal, ayniqsa tepadan qaraganda. Yopilib ketdi. Qo'yili. Tak, shoh. Chizdi bu yerdan Quyon rasmi Musbatullo bilan Ismoilov. Bular jangni davom ettirishmoqchi. Arabian Nok mashinada hujum tirs. Musulmon Nok shoh qaytib keldi. Milano PUBG orqadan hujum qilyapti. Yo, yonboshda ko'rinmayapti bizga. Yonboshdan qilib bizga ko'rinmayapti. Tak. Resalkaga ulgurasan, ko'tarasan, ustiga tushib firillatib yuborishadi keyin. Afsus, ulguradim yo'qmi bilmadim, moshinada kelishdi. Yaxshi. Bolalar qaytdi. Bizda hozirlikcha to'qnashuv yo'q. Astro kimdir ta'qib qilyapti. Astro ham ko'taryapti ekan. Zapisni ko'rib olamiz. Zapisdan qo'rqamiz biz. Zapis biz bilan o'ynashadi. Mana shu 2 GB bo'lgandan keyin tirs etib turib uzib qo'yadigan xarakter bor. Porasini berish kerakmi yo? Tak. Bizda bo'ldi, o'ziga keldik. Tak. Zapisimiz bor. Shuni o'zimizga kelsak, zaga nok bo'lib yotibdi. Bunaqa joyini shunday tepadan ko'rib olish kerak sekin. Timon aptechka yo'qmikan, ha? Zapisimiz bormi? Zapisimiz bor. Zaga yopilib ketdi. Timon nok. Bandit qoldi bitta. Banditni yaqinroqdan tomosha qilamiz.
zapisimiz bormi o'zi? Ha, bor ekan. Risalkalar yopildi. Tak. 01 jamoasini qo'shib olishga harakat qilaman. Sharhlaydigan payti endi ular chiqib ketdi, aniq qilmaysizlar. Mana, tak. Yaxshi joyini ko'ra olmay qoldik. Aptechka. Yopildi. Shoh. Yaxshi ketyapti mana shu Astro degan bolalar. Shu bolalar yaxshi ketyapti. O'n bitta odam qoldi. Tak, zapis bor bolalar. Unchalik ko'p bo'lmadi adashmasam. Tak, hozirlikcha zona qisqardi. Otash aka. Krisan har doimgidek yoqayapti. Boyka 004. Hotel Rib Bandit. 3 ta komanda va 9 ta odam bolalar. Milano. Eng zo'r joyga keldik. Boyka 4. Boyka yopildi. To'qqizta odam. Bandit o'lib ketasan. Tak. Shu bola to'podini olib qo'yadi hozir. Ayyo, ololmasa. Hozir bitta shu bola qoldi. Shohbot Milano PUBG bilan. Yaxshi, sherik keldi. Va o'yinimiz tugadi. O'yinimiz tugadi. Screenshot qilamiz. Tak. Gruppaga tashlaymiz. MVP screenshot bilan. Tak, bolalar biz keyingi turnirga tayyorgarlik ko'ramiz. Keyingi turnir ham sразу ochiladi.
Последний кров. Agar kimdir Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda doimiy 100 yili mana shunaqa lobbilar bo'lib turadi. Va yo'q joydan 100 yili bo'lib qolishingiz mumkin.